Assalomu alaykum. Humoyun Ustovuz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar, aziz yurtdoshlar. O'zlaring ko'rib baho berishlaring mumkin. Yana bir fayzli xonadonga chiroyli qilib zakaz bo'yicha uzum toklarini hovlilariga ustanovkasini qilib berdik. Albatta videolarimizni oxirigacha ko'rsalaring, bu o'rnatgan uzum tokimiz bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Uzum tokimiz qanaqangi materiallardan yasaldi, qanaqangi kraskalar sepildi, 1 kvadrat metrini nech puldan olib kelib yasab ustanovkalarini qilib berdik. Albatta xonadoniga shunaqangi uzum toki, naves o'rnatish niyatida yurgan yurtdoshlarimizga, aka-ukalarimizga kerakli, foydali bo'ladigan ma'lumotlarni qo'limizdan kelgancha berib o'tamiz. Va shunaqangi ishlar qildirish niyatida yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, ekran pastida nomerlarimizni qoldirib o'tamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Eng arzon narxlarda sifatli qilib 100% qalin metrlarda tayyorlab, zakaz qilingan manzilga olib borib ustanovkalarini qilib beraveramiz. Hurmatli yurtdoshlar, bu uzum tokimizni Namangan viloyati Pop tumaniga olib kelib o'rnashtirib berdik. 100% profil temir mahsulotidan tayyorlandi bu uzum tokimiz. Akamiz bizni kanalimizni muntazam ravishda kuzatishib, albatta kanalimizga joylagan chiroyli shunaqangi uzum tok naveslarini, videolarini ko'rishib, albatta o'zlariga yoqqanini tanlashib, zakaz qilishganda o'zimiz kelib o'lchab ketib, chiroyli qilib mana ustanovkasini qilib bitkazdik. Bu uzum tokimiz aziz yurtdoshlar uzunasiga 17,5 metr razmerda bo'ldi. Eniga 630 razmerda. Aziz yurtdoshlar, profili mana shu firmalaridan boshlasak ma'lumotini, har bir firmaning oralig'i 1,19 sm-danga tushdi. Va firmalar 3-kuchlik, 1,7lik stenali profildan foydalanganmiz. Oralariga yaqinlashtirib mana ko'rsatib beraman. 10lik kvadratda eshilgan, to'liq temirda eshilgan esgullarni qo'yib, oralariga ramashka gulchalarini qo'yib, chiroyli qilib albatta ishlab berdik. Bu uzum tokimizni tepasiga har 50 sm-ga mana ko'rishlaring mumkin. O'sha gulini to'g'rilab, 3x2 profilni 1,5lik stenalisidan svarkalab varid qilib chiqilgan. Endi xori qismiga aziz yurtdoshlar 4x4lik profil 1,7lik stenalisidan foydalanganmiz. Burchaklariga ham albatta kashak gullarini, chiroyli bagatiylaridan qo'yib, akamiz o'zlari xonadon egalari zakaz qilgandek qilib, ustanovkalarini qilib tayyorlab tugatdik. Kraskasiga to'xtalib o'tsak, bu uzum tokimizning aziz yurtdoshlar, kraskasi korishniy va shokoladniy svetda bo'ldi. Albatta hozirgi kunda juda ham bir trendda bo'lib turgan rangdan, albatta quyosh nuriga, yog'ingarchiliklarga chidamli bir sifatli kraskalardan foydalanib sepib bitkazganmiz. Va mana shu 1 metr qismiga chiroyli tumbalarni qo'yib, har bitta ustunni to'g'risiga qo'yib ishlab berilgan stoykalarimiz 8 ga 8lik 2lik stenali profilda bo'lgan. Bularning oralig'i 3,20 sm-danga qalinroq qilib qo'yib berilgan. Aziz yurtdoshlar, bu uzum tokimiz 1 kvadrat metri, dastavka, ustanovkasi, materiali, kraskasi hamma yo'q ichida. Mana shu uzum taralganda chiqib, ham taqib qarash, foydalanish uchun shoti yasab berganmiz. Shunisi bilan birga 230 ming so'mdan общий summasi 24 million so'mga kelib o'rnadi. Albatta shunaqangi sifatli, chiroyli ishlar kerak bo'lsa, mana ko'rib o'zlaringiz baho berasizlar. Juda ham chiroyli holatda chiqdi. Ekrandagi nomerlarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa, xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Aziz yurtdoshlar, videolarimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib, oshna-og'ayni do'stlar guruhlariga albatta videolarimiz kengroq tarqalishi uchun kanalimizni podpishka qilib, podelitsiya qilib qo'yishni unutmaysizlar. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.